Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. O'zim tanishtirib o'tsam, shu Samarqand viloyati Ichki ishlar boshqarmasi kiberxavfsizlik bo'limi mutaxassisiman, ismim Eldor. O'sha bizlar boshqarmada imенно endi sizlarda qanchalar endi kiberxavfsizlikda bizda yo'nalishdagi to'g'rimi yo'qmi endi bilmayman-ku. Bugun ushbu yo'nalishda yoritib beramiz. Endi umuman olganda bu yo'nalish yopiq hisoblanadi. Mana shu strukturada ham, ichki ishlarda ham yopiq hisoblanadi. Buni faoliyati endi yaqinda hozir boshqarma bo'ldi. Boshqarma bo'lgandan keyin shuni faoliyatini hozir qisqacha bir aytib berishga harakat qilaman. И сегодня наш специалист очень постарается осветить тему кибербезопасности и в целом, как она работает. Вообще эта структура считается закрытой. Kiberjinoyatlar bilan bog'liq bo'lgan holatlar ustidan ishlaymiz. Bunda shu plastik kartalar bilan bog'liq asosiy yo'nalishimiz shu bo'lyapti hozirda. Plastik kartalardan pullar o'g'irlanishi, ularni o'z-o'zidan yo'qolib qolishi yoki bo'lmasa boshqa holatlarda o'sha fuqarolarning murojaatlari asosida ish olib boradigan strukturamiz. И, как прокомментировал Эльдорака, они занимаются в основном картами, то есть махинациями с картами, мошенничеством. В целом, сама кибербезопасность в Узбекистане, она имеет разные структуры, и касательно внутренних дел, то есть МВД, они занимаются именно с киберпреступниками, киберпреступностью. Такие же структуры можно увидеть и в других госорганах, например, в национальной безопасности, и там уже больше требований к хардскиллам, к производству различных программных обеспечений. И, в целом, они занимаются предотвращением предотвращением киберугроз и всяких преступностей. Misol qilib aytaman, mana glushilkalar bor, xabarlaringiz bo'lsa, usilichlar bor, glushilkalar bor, perexvat deydi, shina deydi, shunaqa qurilmalarda ular ko'proq shu xavfsizlik tomonidan nazoratga olinsa, endi bizlarning tomonimiz o'sha kiberxavfsizlik bo'limi bu o'sha aytib o'tganimda bank plastik kartalari yoki bo'lmasa o'sha to'g'ridan-to'g'ri mana kripto birjalar bilan shug'ullanyapmiz hozir. Kripto valyuta o'sha yo'nalishda ishlaymiz. Umuman bu struktura haqida Samarqandda gapirib o'tadigan bo'lsak, Samarqandda bu boshida bir guruh bo'lgan. Endi 2016-yillardan shu guruh bo'lishiga qadar axborot texnologiyalari sohasida sodir qilingan jinoyatlarga qarshi kurash guruhi bo'lgan. Keyin mana 20dan keyin kiberxavfsizlikka o'tdi. Kiberxavfsizlik gruppasidan keyin отдел bo'ldi. Отделdan keyin hozir bir katta boshqarma bo'lgan. Endi mana shu plastik kartalar bilan bog'liq holatlar oshib boryapti. Xabarlaringiz bor. Endi bizlarda o'sha Swift 16-yil, 17-yil ochilgandan keyin pullarni nima desam, chet el uchun O'zbekiston ham bir obyektga o'xshab o'z qiziqishini bildirib boshladi. Ular birinchi o'sha firibgarlar deymizmi, hakerlar deymizmi, bizlar fuqarolarni soddaligidan foydalanib, ularni plastik kartalardan pul o'g'irlashni eksperimental tarzda amalga oshirib boshladi. Keyin o'sha guruhlar katta guruhlar yig'ilgandan keyin ular ma'lum miqdorda pullarni chiqarib ketishga nima deydi, o'sha qo'ldan keldi ularni chiqarib ketishdi. O dedi O'zbekistonda umuman O'zbekiston emas, O'rta Osiyoni fuqarolari dedi, kibergigiyena tarafdan yoki bo'lmasa o'sha kiber xavfsizlik tushunchalari pastligi sababli ulardan pul chiqarib ketish juda ham oson bo'ldi boshida. Hozirda endi tobora qiyinlashtirib boryapmiz, lekin shunga yarasha ular tomonidan ham kuchayib boryapti. Да. И в качестве примера можно сказать, что вот последние годы очень часто стали пропадать с карт деньги и в целом происходить различные непонятные манипуляции деньгами в банковских счетах и в картах. И если смотреть про кибербезопасность и сам отдел, в 2016 году они были просто группой. То есть это была группа, которая занималась безопасностью в сети. Далее, в 2020 году это уже стало немного большим, чем группа,
и сформировался потихоньку отдел. А на данный момент это уже большое управление, которое занимается киберугрозами, будь то мошенниками или хакерами, как вы их не называли, которые сначала экспериментальными пытались взломать и похитить деньги, или же, воспользовавшись наивностью людей, похитить их же деньги. И это все больше и больше разрасталось, и как только эти группы стали достаточно крупными, они смогли смыть, так скажем, очень большое количество денег. И на данный момент они занимаются именно вот этим направлением. Это было раньше это было немного труднее предотвратить это, так как не было понятия кибергигиены или же вот банального понятия кибербезопасности. И на сегодняшний день максимально они проводят просветительские беседы на тему кибергигиены, чтобы улучшить понимание кибербезопасности внутри народа, но при всем при этом другая сторона, так скажем, она также совершенствует свои скиллы и тулы. Xo'p, hozir struktura haqida ozroq gapirib o'tsak, mana shu hozir boshqarma bo'lganimizdan keyingi etapimizda 10 dan ortiq yo'nalishda xodimlarimiz ishlaydi. Yo'nalishlar haqida gapiradigan bo'lsak, bu birinchisi o'sha kiber jinoyatlarda fosh etish guruhi, hozir bo'lim bo'lgan. Bu endi men sizlarga hozir 8 ta yo'nalish haqida yuzaki aytib o'taman. Qaysi qiziqroq bo'lsa, qo'shimcha o'shaga to'xtalib o'tamiz. Shu kiber xavfsizlik yo'nalishini yuragi bo'lgan o'sha kiber jinoyatlarni fosh etish bo'limi, bu o'sha operativniy slujba deyiladi, ya'ni tezkor qidiruv xodimlari, tezkor qidiruv xodimlarini o'zini o'sha vazifasi o'sha kiber jinoyatlar aniqlangandan keyin, mana bironta odam plastikdan pul o'g'irlangandan keyin o'sha plastikda o'g'irlangan shaxsni topib, uni tergovga qadar tekshiruv olib borib, o'sha tergovga ta'minlash ularning vazifasi. Keyingi etapda bu kiber jinoyatlarni tergov qilish bo'limi, bular esa o'sha olib kelgan fuqarolar bilan, ya'ni gumonlanuvchilar bilan to'g'ridan-to'g'ri huquqiy asoslar asosida ishlab o'tib, nima deydi, qonun ustuvorligi, jazo muqarrarligini ta'minlovchi strukturaga kiradi. Bular o'sha olib kelingan fuqarolar bilan dальнейший ishlar olib borishadi. Keyingi yo'nalishimiz bu kiber jinoyatlarni aniqlash, ya'ni o'sha aktiv monitoring olib borish yoki bo'lmasa pentest deymiz, sizlarga qulay bo'lishi uchun pentesting. Ya'ni o'sha endi nima deydi, internet makondan, o'sha kiber makonda sodir qilinayotgan jinoyatlarni aniqlashga nima kiradi? Bunda o'sha olib borilayotgan veb-saytlarda, misol tariqasida aytaman, bironta veb-saytda xavfsizligi ta'minlanmagan bo'lsa, uni o'sha pentest yo'llari bilan xavfsizligini ta'minlamaganligini aniqlanib, o'sha strukturani SBC deyiladi, служба безопасностиga xat qilib, предупреждение jo'natiladi. Keyingi safar o'zi xabarnoma beriladi. Bu o'sha kiber jinoyatlarni aniqlash guruhimiz. Keyin kiber jinoyatlarni profilaktikasi, ya'ni HOP deyiladi bizlar strukturada. Fuqarolarga keng targ'ibot olib borish, yangi sodir qilinayotgan kiber jinoyatlar usullari haqida ogoh qilish, ularni to'g'ridan-to'g'ri vazifasiga kiradi. Xo'p, bizning strukturamiz qoshida hozir yangi yo'nalishlardan biri bu sun'iy intellekt va dasturli ta'minotlar bilan ta'minlash. Bularning asosiy vazifasi o'sha ichki ishlar organlari tizimlarda mavjud bo'lgan tizimlarda yoki bo'lmasa o'sha yo'nalishlarni avtomatlashtirish, ularga dasturiy ta'minotlar ishlab chiqish, o'sha dasturiy ta'minotlarni дальнейший nima deydi, дальнейший shularni razrabotkasini yoki bo'lmasa поддержкасini olib borish. Keyingi yo'nalishimiz bu tahlil, ya'ni prognozlash guruhi. Ular kiber jinoyatlarni omillarini o'ylab topishadi. O'sha nima sababdan mana shu jinoyat turlari endi yaqinda mana e'lon qilingan yo'nalishlar bo'yicha O'zbekiston hududida 62 ta yo'nalishim bor. Umumiy olganimizda 62 ta yo'nalishi bor. Bizlar buni Samarqand praktikasida qisqartirib, prokuratura bilan birga qilinganimiz 31 ta, o'zimiz uchun fuqarolar tushunishi uchun, osonroq bo'lishi uchun 6 ta yo'nalishga bo'lib chiqqanmiz kiber jinoyatlar. O'shalarning tahlilini olib boradi. Mana jabrlanuvchilarni qaysi yoshda, u nima sababdan kelib chiqyapti, ularning korrelyatsiyasi, umumiy olganda shu big data bilan, mana daniylar bilan ishlash bo'lmasa o'sha tahlil va prognozlash. Keyingisi kiber laboratoriya xodimining bir qator vazifalari bor. Bu o'sha
endi nima deydi, jinoyatchilardan qonuniy nima deydi, hujjatlashtirib olingan vijdoklar deyiladi. Endi vijdoklar degani bu доказательство, ya'ni isbotni tashkil qiluvchi vositalar bilan to'g'ridan-to'g'ri ish olib boradi. Ularda o'sha parollangan bo'lsa, parolni ochish, tiklash, buzib kirish yoki boshqa anavilarni amalga oshiradi o'sha laboratoriya sharoitida. Keyin xulosa berish, boshqalar shularning vazifasiga kiradi. Bundan tashqari boshqa xizmatlar ham bor. Endi boshqarmada endi u boshqa xizmatlarga o'sha aloqa, sech поддержка qiladigan o'zi endi shunaqa yo'nalishlar. Endi mana YouTube deganimiz yuridik ta'minot bo'limi, kotibiyat shular kiradi. Да, теперь, если вы говорите про структурность, я очень кратко пройдусь, и если что будет интересно, потом позже можно будет на этом остановиться. Первое в структуре – это отдел по выявлению киберпреступления. Это отдел, который занимается именно с расследованием, и первое реагирование происходит именно у них, когда вот что-то произошло, когда у кого-то украли с карты деньги, они включаются в первую очередь и пытаются максимум найти виновника этого всего. Далее идет отдел по допросу киберпреступников. Там уже те, кто были уже на первом этапе, ведутся на допрос, где их, собственно говоря, допрашивают. И далее идет выявление киберпреступления, и там уже подключается активный мониторинг и пентест, изучаются веб-ресурсы и находятся уязвимости. Далее профилактика, отдел профилактики, они ведут учет и ведут работу по предотвращению киберпреступлений. Далее очень много новых направлений было подключено за последнее время, и одно из них – это искусственный интеллект и обеспечение ПО. Вот. И это все сделано для того, чтобы процессы автоматизировать внутри этой всей системы. Далее анализ и прогнозирование, то есть анализируют киберпреступления, как это произошло, с чего это произошло, в какой возрастной категории люди пострадали, по какой причине это все произошло. Далее есть киберлаборатория, которая занимается именно вот устройствами, с устройствами и вещдоками, то есть вещественные доказательства совершения преступления. Также есть другие услуги, другие отделы, которые также все занимаются киберпреступниками. Xo'p, mana shu boshida aytib o'tgan yuragi degan yo'nalishim, ya'ni kiber jinoyatlarni fosh etish bo'yicha bu endi operativniklar ishlaydi. Bu o'sha sizlar o'zlaringizga tasavvur qilgan borib o'sha fuqaroni yoki bo'lmasa gumonlanuvchini qo'lini qayirib ushlab, unga udostreniyani ko'rsatib, unga daliliy ashyolarni shunday sizga mana shuni ayblov e'lon qilinyapti deb olib keladigan отдел. Bular hozirga qadar umumiy olsak mana shu 6 ta yo'nalish, boya aytib o'tgan 6 ta yo'nalishim bo'yicha asosan ish olib boriladi. Yo'nalishlarni qisqacha aytib o'taman. Bu o'sha telefon qo'ng'iroqlari, ya'ni SIP telefoniya deydi. O'zi SIP telefoniya tushunchasi aytishliklar bilsa kerak, o'sha nima deydi? Provayderlar tomonidan ajratilayotgan virtual potoklarga boyagi firibgarlar yoki hakerlar deymizmi, ulanib olishni o'rganib olgan, ulanishdi. Bunda qanday o'zi shina deydigan apparat bor, o'shanga hech uchratgan bo'lsangiz, bir 50 ga yaqin sim karta qo'yiladi o'shanga. Har bitta gudok jo'natilganda bitta sim karta kuyadi. Hozirda shu kiber jinoyatchilar tomonidan olib borilayotgan harakatlar asosiysi to'g'ridan-to'g'ri fuqarolarga chet el nomeridan telefon bo'lyapti. Telefonni bo'lgandan keyin, odam ko'targandan keyin u yoqqa gudok ketadi yoki ovoz, hech qanday ovoz bo'lmaydi. Alodingiz. Ovoz bo'lmaydi. U o'sha telefon o'chgandan keyin sizni potokingizga ulanadi. Bu endi yana SIP telefoniyani o'zini yo'nalishi o'sha boyagi virtual ajratilayotgan nomerlar.
siz nomingizga ulangandan keyin u o'sha raqamdan fuqarolarga, O'zbekistonda istiqomat qilayotgan fuqarolarga telefon qiladi. Telefon qilsa sizni nomingiz chiqyapti. Odam ko'tardi, alo desa, shu bizlar boya aytib o'tganimni Markaziy bank xodimimiz yoki bo'lmasa bironta provayderda Beeline kompaniyasidamiz, siz telefoningiz o'chib qolyapti ekan, продление qilmoqchimisiz yoki bo'lmasa nomingizga kredit olinyapti, kredit olingan ekan, shuni tasdiqlaysizmi deydi. Har xil nima deydi, boshqa strukturalardanmiz deb o'zlarini tanishtirib, fuqarolardan o'sha kerakli bo'lgan kodlarni yoki bo'lmasa ularning yuz identifikatsiyalarini olishga harakat qilib, o'shani amalga oshirib kelyapti. Ikkinchi yo'nalishimiz bu o'sha internet orqali, mana boshida tarqagan spam, Telegramdan massiv spam tarqadi. O'sha Telegramda APKlar tarqalishi, ularga bu o'sha virus APKlar orqali, mana полезный нагрузка orqali yuklanayotgan harakatlar. Bunda asosan Telegram orqali tarqalyapti. O'sha sizning videolaringiz, sizning rasmlaringiz yoki bo'lmasa to'yga taklifnoma ham deb jo'natyapti, MIPdamiz deb jo'natyapti. O'sha APKni загрузка qildimi, o'sha APKni o'sha backupini ko'tarib ko'rganimizda unga SMS уведомлениyaga перехват qo'yilgan. Keyin bo'lsa o'sha o'zini faoliyatini, ya'ni USDT kodlar jo'natadigan bo'lib, USDT kodlarda перехватini amalga oshiradi. Uni daniylarni har xil joydan virtual server ochyapti-da, o'sha serverga yuklayapti-da, daniylarni olib qo'yapti. Endi fuqaro bo'ldi, mana misol uchun ilova keldi, ilovani men o'rnatib oldim. Bosib o'rnatib olganimdan keyin o'sha APK u o'sha ждущий rejim deydi, kutish rejimida yotadi. Ждущий rejimda yotadi. Siz birinchi marta borib biron joyda покупка qilsangiz yoki bo'lmasa pul o'tkazma amalga oshirsangiz, sizga SMS keldimi, SMSdan o'sha telefon nomeringiz, unga ulangan karta raqamini USDT kod orqali olyapti-da, birdaniga pul yechib ketish holatlari kuzatilyapti. Bu bizlarda hozir 24 oxiri, 25, 23 boshida ham shu holat juda ham ko'p kuzatilgan APK viruslari. Keyingi yo'nalishimiz bu moliyaviy piramidalar. Moliyaviy piramida o'sha nima deydi, o'zingizdan odam olib kelasiz, odam olib kelganingizdan keyin u sizga ma'lum miqdorda pul beradi. O'sha holatlar ham juda ham ko'p uchrayapti. Moliyaviy piramidalar, qisqa qilib umumiy yana 4-yo'nalishimiz bu ijtimoiy tarmoqlar orqali sodir qilinayotgan jinoyatlar, ya'ni mana savdo platformalarida bor bo'lmasa yoki bo'lmasa Telegram gruppalarida, Instagram gruppalarida savdo amalga oshiradigan o'sha guruhlar bor. Misol uchun musodara tovarlar degan guruh ochilgan. Yakobi bojxonadan qaytgan tovarlar sizlarga arzonlashtirilgan narxda berilyapti deydi-da. Fuqarolar aldab oddiygina pul tashlatib oladi. Bu holat ochilish ko'rsatkichi eng ko'pi mana shu holatlarda uchraydi. Keyingi yo'nalishlarga ham birdan o'tib ketaman. Bu soxta birja va trading. Soxta birja trading deganimizda qanday? O'sha firibgarlar mavjud bo'lgan platformalarda kopiyasini yasayapti, nusxasini yasayapti-da, nusxasi orqali odamlarga murojaat qilyapti. Birinchi spam tarqaydi, odamlarga pulini ko'paytirib berishni va'da qiladi. O'sha spam xabarga kirgandan keyin bo'ldi, siz o'shani plashatkaga o'ting deydi. Plashatkaga o'tgansiz, haqiqiy tasavvur qiling, Bybitmi, anosida veb-saytida o'tiribsiz. Aslida esa o'sha bizlarda endi phishing deydi. Phishing yo'li bilan olinadigan yo'nalish. Soxta veb-sayt, soxta platforma orqali odamlarni jalb qiladi, unga pul tikishda targ'ib qiladi. Xuddi mana pulni tashlab bergandan keyin odam nima deydi, buni bilib anglab oladigan yo'nalishimiz firibgarlar plastikalarga, fuqarolarni plastikasiga pul so'raydi. Ya'ni siz plashatka taklif qilmaysizda, через brokerni pulni kiritmaysizda, siz fuqaroning plastik kartasiga pul berasiz. U yerdan HTML, CSS kodni yozib, sifrani ko'paytirib qo'yadi, mana pul tushdi deydi. Bo'ldi. Shu bilan fuqarolar aldanib qolyapti. Mana pulim bor deyapti, lekin yechib ola olmayapti. Ichki ishlarga kelib murojaat qilsa, mana endi ko'pchilik fuqaro domen nima tushunmaydi, subdomen nima, domenni ko'rsatib, mana bu phishing sayt, bu mavjud emas bu sayt desangiz ham tushuntirish juda ham qiyin bo'lyapti. Keyingi yo'nalishimiz endi bu 5-inchisi mana shu Nigeriya xabarlari. Bu ancha susaydi, juda ham ancha. Endi mana shu 2-3 yildan buyon kuchli targ'ibot olib borilyapti har joyda. Fuqarolar nima deydi, tekinga, mana ruslarda ham поговорка bor-ku, бесплатный свет бывает в мышеловке deydi. Shunaqa tekinga chetdan yakobi odam paydo bo'lib qoladi.
sizni familiya roshingiz bo'ladi, u o'lgan bo'ladi, o'sha o'lganda $1 million pul qolib ketgan pulni sizga jo'natish yoki bo'lmasa o'sha Instagramdagi boya o'lmay qolgan momo bor bir, o'shanga hammaga tarqatib men o'lyapman deydi, davay men senga yordam qilaman, pul beraman, unday deb pul tashlab, WhatsApp ular plashotkasi o'tirib WhatsAppda yozadi. Shunaqa. Uni shunday ko'rsangiz, hozir через Google Translate tashardi oldin, ya'ni kulgili holatda yozgandan keyin hozir endi искусственный intellekt bor, tashlaydi, GPT ga tashlaydi, GPT sal realniy beradi. Odam bu переводчик emas deydi-da. Orqaga qaytarsangiz, rostdan ham GPT ni o'zi "Sen buni qachon перевод qilib bergansan" deb tashlab bersangiz, o'ziga aytadi, "Mana shu holatda shu yilda mana shunaqa tekst tashlangan, shuni перевод qilib berdim" deb. Shu narsani ko'rsatib, fuqaroga aldanyapsan, urushni qilma, pulni tashlab berma desak ham, ichki ishlarga murojaat qilyapti. Kelgandan keyin shu narsalarni ko'rsatib, tushuntirib berganingizdan keyin hay deydi, chiqadi. Chiqqandan keyin boyagi puling tayyor, $1000 tashladim, men sening pulingni qaytaraman deydi. Bizga ishonmaydida, ularga ishonib pulni tashlab beradi. Bunaqa holatlar ham Xudo shukr endi kamaydi, lekin shu kungacha kuzatilib kelyapti. Да, и это 6 основных направлений именно в киберпреступности. Первое – это SIP-телефония. Это когда трафик, если вкратце, это трафик телефона, когда перехватывается. То есть звонят вам с виртуального номера откуда-то за границей, вы поднимаете, там в ответ молчание, и в этот момент ваш номер перехватывается, и последующие звонки через них будут проходить именно через ваш номер, и они могут звонить гражданам Узбекистана или же в целом вашим знакомым от вашего имени и говорить различные тексты, говорить, что они представители банка и тому подобное. Еще один, второй способ – это АПК-вирусы. Это вирусы, которые, в основном строить пока, потому что это может быть обычный файл, который просто в расширении АПК, он ожидает своего времени, он в спящем режиме находится, и как только появляется какая-то транзакция или же есть какие-то данные карты, вы сделали платеж, в этот момент приложение активизируется, и все данные вашей карты сливаются, и также списываются деньги с вашей же карты. Еще одно направление преступности – это пирамида. Это когда приведи друга, получи больше денег. Это, думаю, всем ясно. Вот. И далее еще одно, на данный момент самый распространенный вид – это под социальным сетям. Да. Это могут быть торговые площадки по типу OLX или же просто социальные сети, где люди выкладывают какие-то, говорят, что товары, которые не прошли таможню и по дешевой цене продают, и люди сами же перекидывают им деньги и остаются без ничего, то есть без денег. И такие в 2023 году очень были распространены, и сейчас тоже немалая редкость. А последние два – это фейковые биржи. То есть вам кидается какая-то спам-рассылка, вы переходите по какой-то ссылке, и вы оказываетесь на абсолютно точной копии биржи Bybit, например. И вы смотрите, вроде все хорошо, и когда вы зарегистрировались, вы сделали какие-то транзакции, у вас все идет в гору, так скажем, потому что там немного подредачен HTML и CSS-код, и у вас показываются красивые циферки. Но на самом деле этого нет, и они просят пополнять ваш кошелек непосредственно через карту, то есть без каких-либо посредников, да, непосредственно через карту, и впоследствии чего все деньги на карте могут улететь. И еще один тип – это тут новости Нигерии написано, но в целом, если вкратце, это, допустим, человек пишет, вот у тебя за границей однофамильник, у тебя осталось наследство, $1 миллион там, тебе нужно перевести 10 000, чтобы получить это наследство. И, к сожалению, многие попадаются в эту ловушку. Bu o'sha yuragi degan yo'nalishimiz endi sizlarga o'zi umuman kiberxavfsizlikka shunga qiziquvchilar o'tirgan deb o'ylayman. Kimda желание bor shu yo'nalishlardan qaysisini ko'rib chiqamiz aytsalaringiz?
Потом меня найдут, убьют нахуй еще. Yozsa bo'lmaydi bu yerda. Eshitasan faqat. Benson Vera nima u? Aytyapman-ku, olib ketar keyin meni, блядь. Pizdes. Bular bekordan bunaqa o'tkazmaydi. Aqllar mana shunday savol berar, ketib qoladi. Sen nima deb o'ylaysan? Senga nima? Boshqa Xo'p, vaqt. man qarang, hozir yo'nalish haqida bitta gapirib olsak, chunки на выбор какой я бы хотел вам, ну, я вот задал вопрос в плане, какое из направления более нужно раскрыть. Да, из этих можете. Ну, вопросы дальше больше. Xo'p, да, davom etamiz. Xo'p, yo'nalish umuman atamalar haqida gapirib o'tsak, o'sha bizlarda hamma o'g'irlangan pullarimiz, bu yoqda 6 ta yo'nalishdan o'g'irlangan pullarni hammasi firibgarlar to'g'ridan-to'g'ri o'zlarining kartasiga tashlamaydida, drop kartalarga tashlaydi. O'rtadagi mana shu pромежутокdagi kartalar, drop kartalar tushunchasi o'sha jinoyatchilar tomonidan o'zlarining shaxsini yashirish uchun ishlatiladigan kartalar. Bular xo'p, qanday aytsak, mana Darknetni bilasizlar, amalaysiz. Darknetni bilasizlar. O'shani bir qismi endi Telegramga o'tgan desak ham bo'ladi. O'sha O'zbekiston hududida endi OTK gruppalar bor. O'sha gruppalarda polniy fuqarolarning danilari sotilyapti. Plastik kartalar sotilyapti, sim kartalari sotilyapti. 100%. Istagan narsangizni misol olishingiz mumkin. Bizlar kirib o'sha analiz qilsangiz, любой время odam zaявка tashlayapti, menga deyapti, Kapital bankdan hech qayerga registratsiya bo'lmagan karta kerak, unga o'sha shaxsni o'zini nomeri kerak, 2 million so'm to'layman deyapti. Joyda usluga sпрос bor, joyda ham bor edi, приложение ham bor edi, joyda xarid qilyapti. Shunaqa holatlar hozir endi 25-yil aprel oyidan yangi prezident qaroriga asosan 150-sonli qaroriga asosan o'sha 150-153-sonli qarorlar chiqqan. O'shanga asosan hozir drop kartalarda mana sizlar borib shaxslaringiz o'zlaringizni nomlaringizga karta olib birovga sotsalaringiz, unga yaqin endi qonunchilikka o'zgartirish kirilyapti, unga javobgarlik tashkil qilinyapti. Bu javobgarlik tashkil qilinishi endi chet el praktikasidan olingan, misol Rossiyada ham xuddi shunday. Bunga javobgarlik e'lon qilinyapti. Xo'p, keyingi anonimiz P2P operatsiyalar. Endi uzaki tushuntirsam, P2P operatsiyalar shu bank qatnashmaydi, fuqarodan plastik kartaga pul ko'chirish. U turli xillarda bo'lishi mumkin, humodan humoga, uzkartdan humoga yoki bo'lmasa Visa kartaga pul ko'chirish. Bunda bank aralashmaydi, tranzaksiyani avtomatik tarzda chez to'lov tizimlari yoki to'lov tashkilotlari amalga oshiradi. O'zi umuman bu turdagi pullarda oborotlar bilan ishlaydigan 3 ta instansiya bor O'zbekiston hududida. Bular to'lov tizimlari, to'lov tashkilotlari hamda banklar. Qisqacha aytib o'tadigan bo'lsak, shu to'lov tashkilotlariga mana Humans, Uzum, Payme, Paysend hammasi kiradi. 40 dan 6 tashkilotimiz bor. To'lov keyin banklar mana 35 ta, bu davlat tomonidan ochilgan banklar, davlat finansiyatsiya turadigan. Keyin to'lov tizimlari, o'sha ikkita to'lov tizimi, ya'ni Uzcard bilan Humo, Yagona umumiy respublika protsessing markazi bilan Milliy banklararo protsessing markazi. Kiberjinoyatlar fosh etishda asosan mana shu strukturalardan ketiladi. Endi shular orqali pullarni tranzaksiyasi, ko'chirishi, kimni olgan, qaytgan, shularni ko'rib chiqsa bo'ladi. Bu shu birinchi yo'nalishimizga endi qisqacha to'xtalib o'tdim. Да, это все было про первое направление, которое мы показывали. Это нахождение и на месте, быстрое реагирование на киберпреступности. И, как вы видели, уже было 6 направлений основных по преступлениям. И что происходит далее? Мошенники, они не сразу же переводят все средства, которые они получили, на свою же карту. Это они используют так называемые дроп-карты. Это карты, так скажем, посредники, у которых
нет ни имени, ничего, есть только карта, есть в них деньги и номер телефона. И на сегодняшний день все знакомы, мне кажется, с Даркнетом, и часть Даркнета уже перешла в Telegram, и в наших реалиях, то есть в Узбекистане, уже появились каналы, которые продают данные людей, данные граждан. Это будь это паспортные данные, будь это номера телефонов, номера карт за определенную сумму. То есть люди, как говорится, где есть спрос, там есть предложение, и есть люди, которые приходят, заходят на эти каналы, так скажем, и пишут: вот мне нужна чистая карта, без владельца, и я плачу столько денег. И они получают эту услугу. И недавно были подписаны 2 новых закона, которые которые поспособствуют предотвращению таких случаев. И за любое незаконное передавание вашей карты, то есть, допустим, вы открыли на свое имя карту и передаете его другому, это будет сразу пересекаться с законом, и это все будет мониториться. Также далее используются P2P операции, то есть они не через банки обращаются, а напрямую P2P. И email haqida gapirmadi adashmasam. Ага. Да, и есть вот эти ресурсы, вот более 40 платежных систем и более 35 банков и 2 системы платежа, при помощи которых на сегодняшний день определяются именно махинации такого рода, где все мониторится, все просматривается и выявляются, кому что принадлежит. Xo'p, umuman shu yo'nalishlarda ishlash uchun nima qilish kerak yoki qanaqa skilllar bo'lishi kerakda? Bu yo'nalishni tanlashingizga bog'liq, aytib o'tganimdek. Sizlar operativ xizmatga kirmoqchi bo'lsangiz, o'sha boshida aytganda bank tranzaksiyalari, P2P nima, banklarda o'sha расчетный shotlari bor, ularda tizimlari bor. Bank misol NSI tizimida ishlasa, переключенияsi qanday, pul qanday o'tadi, kimga qaytadi, o'sha narsalarni, mana kriptobirjalarni, kriptovalyutalarni tushunishlaringiz kerak. Tergovda bu qonunchilik o'zi bilan Jinoyat protsessual kodeksi, Jinoyat kodeksi, Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksni yaxshi bilishlaringiz kerak. Keyin esa bu o'sha aniqlash gruppasi. Endi aniqlash guruhi menimcha sizlarga ko'proq yaqin. Bu o'sha pentesting yoki bo'lmasa umumiy o'sha plashatkalardagi savdo sotiq qilayotgan shaxslarni aniqlash. Bu endi Osent bilan ham qilsangiz bo'ladi. O'zini yopiq resurslarimiz bor, dasturiy ta'minotlar bor, o'sha dasturiy ta'minotlar asosida ishlasa bo'ladi yoki boshqa yo'llari bor. Xo'p, keyingi bu profilaktikani bilish uchun, o'sha profilaktikada ishlash uchun nima deydi, fuqaroni ongini oshirish, u mana dardi ichi deydi, gapirib berish, boshqa shunaqa narsalarga ega bo'lishingiz kerak. Sun'iy intellekt bo'limimiz bu o'sha bizlar boshida endi Samarqandda ham bo'lyapti bu bo'lim. Bunda asosan tizimlar, yopiq tizimlarimiz bor, ichki tizimlar. O'shalarda qaysidir qismlarni rivojlantirish yoki bo'lmasa bor uslugalarni avtomatlashtirish, o'sha avtomatlashtirgandan keyin uni дальнейший поддержкasiga asosan programmирование bo'yicha bo'lyapti. Endi bu yo'nalishda bolalar endi Pythonda o'tdi. Pythonda o'sha boyagi nima deydi, modelирование bo'yicha ham ishlayapti, Pythonda o'zida ham ish qilishyapti. Endi keyin yo'nalishimiz tahlil, prognoz hali ham Excelda o'tiribmiz prognozga. Bunda endi xo'p, big data bilan ishlaysiz, ko'p ma'lumotlarni import qilib, o'sha o'zimizda ma'lumotlarimiz, endi ma'lumot tashqariga chiqmaydi. Ichki ma'lumotlarni analiz qilishni bilish kerak. Ya'ni o'sha jinoyatchilikda bunday ham moddalar talab qilinadi. Yo'nalishlarni bilish kerak, nima qanday bo'lishini. Tahlilda ko'proq данныйlar, ko'proq tablitsalar, ko'proq o'sha oxirida отчетlar shu bo'lim tomonidan qilinadi. Kiber laboratoriyada ham xuddi shunday, o'zini maxsus vositalari bor, o'sha vositalar orqali nima deydi, boya chorni yash deydi, boshqa deydi, uni
kanallarni shifrator, deshifrator, o'sha восстановление hammasini amalga oshiradigan bo'ladi. Buni ham shu ITga yaqinroq bo'lsangiz, yo'nalishni tushunsangiz, olib ketsangiz bo'ladi. Xo'p, boshqa xizmatlar aytib o'tirmayman, endi kanselyariya YTB o'zini vazifasi. И если и к вопросу, что же нужно сделать, чтобы вот стать частью одной из этих команд. Ну, первое это, то есть работа с киберпреступлениями. Там нужно знать, как работают банковские транзакции, как работают сети в банках и как работают внутренние, как внутренне устроены вот именно транзакции и сами банки, сети в банке. В отделе допроса, само собой, нужно знать, это основное, это законодательство. Нужно знать очень хорошо. И наиболее близкий к вам, наиболее близкое к вам направление, это третье будет, это активный мониторинг, это пентестинг. И там нужно уже уже хардскиллы, касаемо и программирования в том числе. В отделе профилактики там уже больше ценятся Да, psixologlar asosan olinadi bu направленияda. Endi образованиеңiz farqi yo'q. Oliy ma'lumotli bo'lsangiz, ko'proq endi tatushliklar olinyapti, chunki ular shu odamlarga o'zi tushungan narsani odamlarga tushuntirib bera oladi. И в четвертом направлении больше всего востребованы психологи, которые могут понимать людей и сами могут объяснять свои мысли грамотно и доносить другим людям. В искусственном интеллекте там больше именно часть программирования, там часть кодинга и некоторых закрытых, так скажем, в закрытых ресурсах, да, сейчас ведутся работы по автоматизации, и там более востребованы именно хардскиллы в отрасли программирования. В прогнозе это люди, именно те люди, которые готовят отчеты, которые прогнозируют, которые все анализируют. Там больше нужно уметь работать с большим количеством данных, то есть Big Data. И на данный момент отдел кибербезопасности до сих пор работает на Excel, но при всем при этом нужно будет уметь очень большое количество данных анализировать, а в киберлаборатории уже больше работа с устройствами, дешифраторы и тому подобное. Про остальные сервисы уже не будем останавливаться. Xo'p, shu joygacha savollar bormi bironta? Strukturadan. Вопросы. Давайте решим. Dasturiy ta'minot bilan ishlash guruhiga agar men ishga bormoqchi bo'lsam, nimalar Python bilishim kerak. Sun'iy intellekt noldan o'zim yasay olaman. U yerda rivojlanish uchun imkoniyatlar bormi? Masalan, matematika kerak dalish. Shunaqa olimlar yoki universitetlar bilan hamkorlik qilinadimi? Shunday, bu yo'nalishda o'zi sun'iy intellekt dasturiy ta'minot bilan ta'minlash yo'nalishini endi asosiy направленияsi Toshkentda kiberxavfsizlik markazi bor. Markazda dasturchilar, keyin o'sha sun'iy intellekt отделini o'zi Toshkentda joylashgan. Buni siz aytganidek ilmiy izlanishlar qilishga rahbarni o'zi doktor nauk, u kishini o'zlari qiziqadi, u kishini o'zlari shuni yo'nalishga olib boradi. Bunda siz agar kodingni bilsangiz, marhamat, bizlarda suhbat bo'ladi. Ozroqdan keyin men kirish jarayonini ham tushuntirib o'taman, qanday qilib hujjat topshirish, nima qilish, endi etaplarida suhbatdan o'tasiz. O'zingizda dastur nima qilgan bo'lsangiz, o'sha paket nima deydi, siz Gitda portfoliongizni olib kelasiz, o'sha GitHub'dami dasturlaringiz bo'lsa, dasturlaringizni ko'rsatsangiz, ular подходит-net aytadi, o'zingizga birdan to'g'ridan-to'g'ri javob berishadi. Bu yo'nalishga endi kadrlar juda ham kerak, endi keyin уровень baland kadrlar kerak. Shuning uchun bemalol murojaat qilsangiz o'tish ma'nosi yo'q. Bunda endi dasturlash yo'qda hamma tillarda olyapti. Chunki
bitta katta dastur bo'lsa, o'shani qandaydir qismi hali ham o'sha PHPda qilingan qolib ketgan yoki o'sha C++ da Cda yozilgan joylari bor, ularni darabotkasi. Lekin asosiy hozir Pythonga o'tishadi hammalari. Chunki analitikaga ham boshqasiga ham shu taklif qilingan. Taklif qilingan. Xo'p, yana savollar bo'lsa? Если есть вопросы. Xo'p, umuman bo'lsam shuni Bu kishi hozir aytdilar, bizda matematika ham kerak bo'ladi deb aytdilar. Shu qanchalik kerak bo'ladi matematika? Endi matematika ayni o'zida modelирование ham kerak, lekin hozir asosan menimcha nima deydi, dastur ta'minotni o'zida yoziladigan nomgachada nima deydi, hisob kitobga unday sizga vысший matematiklar o'tirib bu yerda savol javob qilmaydi, sizdan programmistlar savol javob qiladi. Programmistlar savol javob qilgandan keyin matematikani xo'p tushunishingіз, o'sha modelda o'zingiz rivojlantirishingiz yoki o'sha обучение neyron seti yoki neyronlar bilan ishlashingiz o'shanga taalluqli-da. Endi matematika o'sha darajasida bo'lishi kerak. Xo'p, bo'limga ishga kirishda boya endi qisman aytib o'tdik. Sal to'liqroq bu siz xabar o'zi ofitsialniy olmoqchi bo'lsangiz xabar qoldiriladi. Boshqarma bo'lgandan keyin o'zimizning o'sha veb-saytimiz orqali e'lon qilinadi. Bir kun kelasizlar, kadrlar bilan ta'minlash departamenti bor. Bizlarda o'sha kadrlar bilan ta'minlash boshqarmasi uchrashib, ularga zaявка qoldirganingizdan keyin ular bizlarga zaявкani beradi. Bizlar maxsus bo'limiz o'sha suhbatga chaqiradi sizlarga. Suhbatdan o'tganlaringizdan keyin portfoliolaringizni ko'rishadi, hammasini boya aytib o'tdim. O'shalar ko'rishgandan keyin siz o'tasiz. To'g'ri kelib o'tganingizdan keyin sizda maxsus kurslar bor. O'sha malaka oshirish instituti bor. Malaka oshirish institutida endi ishga o'tish uchun ham aytib o'tishim kerak. Sizlarda nima deydi, harbiy xizmatga o'tagan bo'lishingiz kerak. Kamida o'sha 1 oylik bo'lishi kerak. Endi dasturchilarga asosan hozir yengillashtirilgan tartibda qilmoqchi 555-qaror bilan. Lekin baribir ham shunday joylari bor. Keyinchalik endi ichki ishlar strukturasi baribir harbiylashtirilgan struktura hisoblanadi. O'sha malaka oshirish institutiga 3 oylik kursi bor. 3 oylik kursi degani bu o'sha poligonga olib borishadi. Poligonda sizlar joylashib, boyaga nima deydi, harbiy formani kiyib 3 oy xizmat qilasizlar. Xizmatda ham shu ertalabdan turib soat 5 dan yugurish, podyom, oxiri kun yakunigacha harbiy xizmat. Shagach qilishdan boshlab cross yugurish hammasini o'rgatadigan, yo'qda potyagini ham hammasi bor. Endi sizni yo'nalishingizni so'rashadi, kiber xavfsizlik bo'yicha bo'lsangiz, unda o'zlari ham bilib qolishgan, dasturchilar, umumiy aytishliklar deydida, sal plankani pastroq qo'yadi. Endi fizo jihatdan sport sog'lom bo'lishingiz kerak. Endi sport jihatidan oladigan bo'lsak, shu endi yengillashtirilgan formada 1 kilometr, hamma 3 kilometr yugursa 1 kilometr, 100 metr, keyin 30 ta ajmaniyami shunday bo'lishi kerak. Oldin turnik edi, turnikda endi aytishliklardan kamaytirilgan. Hamma moslashyapti deydi-ku, shunaqa. Да, и недавно вкратце на вопрос ответили, как же попасть, какие этапы есть. Ну, первый официальный источник – это сайт, и напрямую связаться с Министерством внутренних дел. И требования к самим айтишникам не столь высоки, потому что, ну, в конце концов, мы айтишники, и планку ведутся работы по занижению планки. И если же вот когда вы поступаете на работу, у вас должна быть обязательно, вы должны уже были отслужить хотя бы месяц срочную службу, и после этого, когда вы попадаете в отдел кибербезопасности или же вот киберпреступлений, там уже вы 3 месяца, у вас будет своего рода служба, которую нужно будет отслужить, вас отправить на полигон, и где будут, ну, прям как в настоящей армии, только планки для айтишников будут снижены. Если все бегают 3 километра, вы будете бегать километр,
100 метров и 30 отжиманий вместо подтягиваний. Это все адаптировалось к тому, что айтишники, ну, должны быть физически здоровы, но не столь высокие планки в плане физических показателей. Hamma bilan o'sha sportsmenlar bilan aytishliklar boshqa dunyoligini. Umuman shu sferaga mani kelishimni aytsak, o'zimni misolimni aytib beraman. 2023-yil men ham Rossiyani tugatganman, o'sha Moskvani universitetni bitirdimda, qaytib keldim O'zbekistonga. O'zbekistonga kelganimdan keyin bir oylik armiyaga borib keldim. Endi meni yo'nalishim tushunishlaringiz uchun Moskvada Nasionalniy исследовательский ядерный universitet bor, MIFI. O'shani IFTEPda Institut finansовых технологий и экономической безопасностini, o'sha informatsionniy безопасность направлениясini tugatganman. Axborot xavfsizligini tugatib keldim. Bu yo'nalish bizlarda prokuratura qoshida iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash departamenti bor. Ularda asosiy yo'nalishi o'sha POTFT deydi, ya'ni противодействие отмывания доходов, финансирование терроризма, финансирование распространения оружия массового уничтожения deydi. Ya'ni terrorizmni loyihalashtirishga qarshi kurash bo'limi bor. O'sha bizlarda esa iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash bo'limi deyiladi. Ular bilan endi Rossiya bilan bizlarda farqimizni oladigan bo'lsak, Rossiyada shu struktura, shunaqa struktura, ya'ni Rosfin monitoring deyiladigan strukturasi bor. Ularda ostida прямое подчиненияsi prezidentga, ya'ni struktura shunchalar kuchi ko'pki, nima desa, shuncha vakolati yaxshiki, uni boshqa hech kimga otchot bermaydi, faqat prezidentga otchot beriladi. Shunaqa strukturasi. Endi bizlarda prokuraturani qoshidagi departamentga yuklatib qo'ygan shu vazifani. Bizlarda oldin prokuratura bilan ishlaydi, keyin prezident osiga chiqiladi. Shunaqa vetka vlasti shundayda, ular bilan bizlarda farqimiz shunda. Shuni tugatib keldim. Keyin departamentga hujjat qilib topshirmoqchi edim. Hujjatga topshirishimga universitetdan, ya'ni bu meni magistrim bo'lgan, bakalavr esa TATUda axborot xavfsizligi yo'nalishini tugatganman. TATUdan hujjat kerak edi, nima uchun bordim? O'sha hujjatni borganimda mendan bir kun oldin o'sha hozirgi kiber xavfsizlik boshqarmasining rahbari Yo'ldoshev Azamat Shodimurodovich borgan ekanlarda, kadr so'ragan ekanlar TATUdan. Yaxshi kadrlar bo'lsa, suhbatga kelinglar deb. Bu bo'yicha объявление berilgan, keyin to'g'ridan-to'g'ri kadrlar katta-katta vuzlardan chaqirgan. Bizlar ham misol 21-maktabga kelib chaqirib ketgan joylarimiz bor, hali выпускникlarimiz bor deb aytib o'zlari ham bergan. Birinchi etapda mana bizlar Biyoq bilan birgalikda stajirovka ham tashkil qildik shu ichki ishlarda. Xo'p, endi hozir nima deydi, eksperimentalniy darajada bo'lganligi uchun uni ichki ishlarda binosida emas, shu 21-maktabimizda o'tdik. Keyingi shu TATUga kelgan vaqtim rahbarim bir kun oldin kelib ketgan ekan, hozirgi rahbarim. Keyin ustozim aytib qoldi, shunday yo'nalish ochilyapti ekan, bir qiziqsang borib ko'r dedi. Yo, telefon nomeringni beraman, telefon qilishadi dedi. Xo'p dedim, hujjatni oldim, telefon nomeringni bering dedim. O'sha kuni kechga telefon qilyapti boshliq, hozirgi boshlig'imiz telefon qilyaptilar. Siz kimsiz, nimasiz deb, bizlarga xodimlar kerak, IT yo'nalishida yoki axborot xavfsizligi yo'nalishida dedi. Erta suhbatga kelib keting dedi. Xo'p dedim, suhbatga bordim. Suhbatga borganimda o'sha yerda shu programmistlar o'tiribdi. Birinchi so'rab bergan narsasi bu endi ichki seti bor. UDni ichki ishlar boshqarmasining LANi bor. O'sha LANda router turibdi. Men endi birinchi shu savol javob bo'ldi, nimani bilasan, nimani bilmaysan, qaysi yo'nalishga to'g'ri kelasan, kelmaysan, shu savol javoblardan keyin so'rayaptiki, xo'p, portfoliyoni so'radi, dasturchimisan dedi. Yo'q, men dasturchi emasman, axborot xavfsizlik bo'yicha mutaxassisman. Bizlarda mutaxassisligimiz shu boyagi model ugroz, model narушителя deydi, o'sha boyagi soklar bilan ishlash, shunaqa narsalar aytib berdim. Xo'p, yaxshi deyishdi. Ularga dasturchi kerak ekan. Dasturchi kerak ekanda, mani keyin zadacha beryapti, praktikada nima, o'sha LANda ichki setda router turibdi, routerga kirdi, o'sha routerga ulangan maklarni kopiyasini chiqarib bermanga dedilar, qurilmalar makini. Bo'ldi. Bu ikkinchi kuni, o'sha birinchi kun keldim, ketdim. Ikkinchi kun kelyapman, o'sha anavi bo'lyapti. Xo'p dedim,
payt endi umuman tushuncha yo'q. Qaradim, bitta LAN kabel yotibdi. LAN kabelni oldim, kompyuterga uladim. Unga routerni o'zini kelingan port ekan. LAN kabel kirdim, o'sha onani IP'si bilan kiryapmiz. Qisqasi upravleniyasiga kirib, IP'larni chiqarib berdim. LAN kabelni asta uzib qo'ydik. Nima bo'ldi, nima qo'ydi dedi. Endi Wi-Fi bor, lekin u 5-pokoleniya xavfsizligi bilan ta'minlangan. Unga ulanib bo'lmaydi. Yo o'tirib brutga o'tirishim kerak ertalabgacha. U ham to'g'ri kelmadi. Eng oson metodi bitta LAN kabelni topdik. Shunday bo'ldi, o'sha vazifasini berdi, vazifani bajardik. Keyin oxirida o'zlari so'rayapti, nima qilding, qanday qilding? Men mana yerda ochiq joy tashlab ketdim, shundan kirdingmi dedi. Yo'q dedim. Sizdan oldingi xodim ochiq joy tashlab ketibdi, kompyuterni olib ketdi, LAN kabel joyi qolib ketdi dedim. Keyin kuldik, shu bilan xo'p dedi, chaqiramiz deyishdi. Oradan shu 3 oy o'tib chaqirdi strukturaga. Shu chiqishlarga chaqirishdi, keldim. Vazirlik bilan suhbat bo'ldi. Vazirlik suhbatidan keyin rekomendatsiyaviy pismo deydi. O'sha sizlarga pismo jo'natyapti. Pismoni olganimizdan keyin mana xuddi shunday xizmat o'tab keldim. Endi admin borligiga qaramasdan buyrug'im chiqdi. Buyrug'im chiqqandan keyin o'qishga jo'natishdi. OCJni o'qishi bor, o'shanga jo'natishdi. Uni o'qishni tugatib kelganimdan keyin 3 oylik kursga deyishdi. Endi men bilmayman. Mana shanba kuni kechki kadrdan telefon bo'lyapti soat 4larda. Yakshanba kuni ertalab poligon ketasizlar deyapti. Vesmishok hamma narsalarni tahlab keladi deyapti. O'sha kun yugur bo'lgan, juda hali ham esimdan chiqmaydi. Yugur Vesmishokni yig'dik, polivoy formani kiydik. Ertalab stroy bo'ldi, osmotr bo'ldi. Bizlarning qo'limizga bitta jetonni berishdi. Jetonni taqdik, Toshkentga Malaka oshirish institutiga, shu yuqori Chirchiqda harbiy baza bor, o'sha bazaga olib tashlashdi. Endi kiryapmiz, o'sha baza endi tog'da, atrof eng yaqin nima desam, aholi yashash punkti 25 kilometrda. Perimetrda hech kim yo'q. Olib tashlashdi, kiryapmiz. Bizlarda avtobus tashlayapti, qaytib ketyapti. O'sha yerda savol beryapti, agar qaytadigan bo'lsa, hozir qayt deyapti-da shu vaqtda. Keyin endi nima deydi, qattiq qo'l odamlar kutib oldi. Dastlashdan qattiq qo'l edi, shunday tashlab ketganlar ham bo'ldi o'sha yerda o'zidan. Bizlar Samarqanddan xo'p, где-то 50 ga yaqin xodim borgan bo'lsak, 4 ta qiz, 42 tami o'g'il bola ketuvdik, ikkita avtobus bo'lib. 4 ta qizni boshqarmaga o'tkazishdi. Bektemir bazamiz bor, u xuddi voyenniy uchilishiga o'xshaydigan joyda, o'sha yoqqa. O'g'il bolalar esa shu poligonda qoldik. Endi bizlarda baxtimizmi yo shunday bo'ldimi, 45 kunga qisqartirildi poligon. 3 oy emas, 45 kun bo'ldi. 45 kun xizmatda o'tab keldik. O'tab kelgandan keyin ofitserlik lavozim tasdiqlandi. Shundan keyin leytenant olib, shu strukturada hozir mana 23-yildan buyon xizmat qilib kelyapman. Xo'p, umuman olganda bu strukturada sizlarning plyuslaringiz endi qilgan ishingizga qarab 2-yil oyligingiz chiqadi. Oylik endi shu 10 milliondan yog'i ketadi 30, 40, 20 shunaqa. Yaxshi oylik. Shunaqa. Yomon emas boshlanish. Endi men shunday joylar bilaman, IT yo'nalishida, даже freelansda ishlasa ham bundan ko'proq pul topadi, buncha jon kuydirmaydi. Endi studiyada bo'lgandan keyin harbiylashtirgan, buni o'zlaringiz bilishlaringiz kerak, buni o'zini yuguri bor, o'ziga yarasha mashaqqati bor. Sizlardan o'sha kazarma положение deydi, kazarmada yotamiz. Holat bo'ladi, chiqasizlar. Juda ham og'ir joylari bor. Men misol endi ko'p ko'rganim, endi 2 yildan oshyapti xizmatimga. 3-yil boshlangan, hali ko'p narsani ko'rgan bo'lmasam ham, lekin mashaqqatlari bor. Ba'zida ketgingiz keladi, ba'zida o'sha boyagi holatlar bo'lsa, xursand bo'lasiz, qolgingiz keladi. Shundayda. Mana o'zimniki emas, endi mana shu maktab bilan birga qilgan proyektlarimiz bor. Men boshida aytib o'tdim.
nima deydi, shu stajirovka tashkil qilingan maktabda ham deb 21-maktabda stajirovka tashkil qilingan. O'sha stajirovkada bitta gruppa edilar. Muhammadjon o'zlari bordi. Shu gruppada razработка bilan shug'ullandik. Unda men faqat proyektni yuzaki chizib berdim. Bolalar o'zlari молодец. O'zlari proyekt yo'qlab berishdi. Endi proyekt taxlab berishdi. Endi qanaqa proyektlar qildik? Xo'p, birinchi veb-sayt ishlab chiqarildi. Ya'ni veb-sayt ham qanaqa? O'sha imенно odamlarni o'rgatish, o'qitish uchun kibergigiyena.uz domeni kirib ko'rishlaringiz mumkin. O'zi sizlarni oilangizdagi bolalar yasagan. Keyin ichki strukturamiz uchun kanselyariya uchun ham bitta qilindi. elektron hujjat.uz edi. Domenni aytib qo'ydim. Zakritiki. Elektron hujjat, shu hujjatlar ayirboshlash uchun ishlatiladigan platforma. U realni biz ishlatib ko'rdik, foydali. Xo'p, bizda endi shunday yillik tanlov bor edi. Yillik tanlov mobaynida ichki ishlarni ichidagi xodimlar qo'shma boshqa korxonalar bilan birga bo'lsa ham dasturiy ta'minotlar ishlab chiqib, o'sha avtomatizatsiyaga variant sifatida tanlovga qatnashtirdik. Shu bu yoqda qilingan ikkita anoyi ham o'tdi. Ikkita proyekt ham bemalol. Hozir ikkalasi ham nima deydi? Koy-kak bo'lsa ham bizda ishlab turibdi. Hali ham serverga qo'yilgan. Server o'chib qoladi, menga yoq chiqadi, server o'chib qoldi deydi. Biz proдление qilib qo'yamiz o'shani. Hali finansirованияsiga hali ham yetib kelganimiz yo'q. Lekin proyektlar bor, qo'shma proyektlar. Strukturani o'zida ham bor. Bunda analizatorlar qilingan. Xo'p, ko'pi yopiq narsa ekan. Xo'p, biron variant bo'lsa, agar o'tib qolsangiz, bemalol tushuntirib ko'rsatib beramiz o'sha proyektlar. Men ishlashni masalan istamayman. Boshqa ishim ham bor. Biron bir proyektlaringizda e'lonlar beriladimi? Agar biz ishtirok etib, masalan, biron bir proyektlarni finansirovaniyasi ochilsa, davlat tomonidan shu narsaga talab bor desa, masalan, mutaxassis yetishmasa, borib biron nima qilib qatnashish mumkin shunaqa tadbirda. Bor, albatta. O'zida bizda vazirlik qarori bor, внештатный сотрудник bor. Endi bizga strukturaga o'tish uchun boya aytib o'tdim, ko'p yuguruvchilar ham ko'p, chunki armiyangiz kerak, keyin 29 yoshgacha patolog. Yog'iga olmaydi. Endi olmaydi emas, oladi. Sal qiyinroq bo'ladi. Внештатный сотрудник degan narsamiz bor. Unda hozir misol mana bizlar hali olganimiz yo'q. Qashqadaryo oldi, внештатный сотрудник qilib, montajchini oldi bitta. Zo'r montajchi ekan. Men dedi, ishga kirmoqchi emasman. Lekin siz aytganday, yordam bo'lsa mayli dedi. Любой qo'limdan kelgan yordam qilaman dedi. Внештатный сотрудник bo'ldi. O'shanga buyruq asosida oylik chiqarildi. U proyekt o'zi video montajlik qiladi. Shunday bola. Keyin Toshkentda ham juda ko'p bunaqa xodimlar bizlarga hozir yo'lga qo'yilyapti. Katta-katta dasturlar bor. Misol yaqinda mininglar bo'yicha ishlaydigan yo'nalishimiz bor. Keyin kriptoaktivlar bo'yicha ishlayapmiz hozir. Kripto analizga shunday dasturiy ta'minot qilingan, o'sha siklini olyapti-da, siklda qo'yib chiqish anoqlari. Shunaqangi bir plashatka aytadi, platforma qilinyapti. Shunga qaysi qismlarni agar qilib bersangiz, men siz daniylaringizni olib ketaman bemalol. Про майнинге я говорю, про майнинге можно следить через счетчик. Это не скрытый, это все. В России тоже через счетчик найдет они. Можно программное обеспечение делать, чтобы на счетчике сколько там этот работает. Да? Есть такое. Многие майнеры, они не ставят, черные майнеры, они не ставят счетчики. Вот, да, они... Вот, в России еще там такая тематика, там же холодно, они через тепловые пушки тоже определяют, отходят, тепловые пистолеты. Еще я вам хотел сказать, есть такая, как пирамида работает, сайт. Этот сайт находится
Серверы университета Тато. Вот он. Видите как? Да, мы свяжемся. Вот если такие информации имеются, пожалуйста, вот мы только рады. Мы Просто ребята приехали, я вот хочу деньги положить. Я говорю, это не комната, Не закон. ничего. Просто я IP-шки посмотрел, он сервер какой-то. там, скорее всего, татушники сделали для них сайт. Они говорят, ну, там, поставь у себя, да? Они поставили, ну, типа там, типа у них, ну, вот, есть. Вот, это выявление наше. Наше выявление этим занимается. Они вот тестят. Им, правда, в этом помогает. Есть такая структура связи инспекция называется, Вузтелеком. Они вот, очень помогают. Они дали им список 2000 с чем-то сайтов, да, которые находятся в Уздомене, да, в Самарканде. Вот. Мы их ставим у себя в программное обеспечение для мониторинга. Вот. Программное обеспечение крутится, он там нашел уязвимость, рапорт написал, перешел вот в таком формате. Если там критическая какая-то уязвимость, или же сайт предоставляет государственную услугу, да, это уже, ну там вот уровень имеется, да, если уровень высокий, немедленное, да, к нему реагирование нужно. Поэтому, если такая информация, ну, такой момент возникает, мы немедленно реагируем на это. Если сайт частная какая-то там поставлена, но уздомен, да, если через него куда-то можно залезть, мы просто предоставляем информацию о том, чтобы они знали, потому что у них вот есть такая уязвимость, если не прикрыть эту уязвимость, да, это само собой привлечет к ответственности. Есть статья 278 прим. 1. Вот. Это создание систем, не продумав, ну, это грубо говоря, да, создание систем, не продумав их безопасность. Вот. Можно привлечь их к ответственности. Да, да. Но есть такие... Нет, если это уздомен. Да, дроппером открывают тоже. Есть такие сайты, есть выявление такое. Есть такой момент. Да, человека вызываем, он ничего вообще не понимает в этом. Он говорит, ну, я там паспорт свой слил, или кто-то там мой паспорт слил, мой телефон. Мне дали 50 тысяч, я дал им код, дал им карту. Вот такая ситуация случается. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ismim Sardor. Ozgina savolim bor edi. Bemalol. Sizlarda masalan boshqa out proyektlarga qanday qaraydi? Masalan, bizada deylik, bitta startapimiz bor. Endi ancha yil oldin qilingan, xavfsiz deb nomlaganmiz. Bu bank tranzaksiyalarini o'tkazish bo'yicha. Ya'ni qanday sizga masalan ko'pincha bizlar OLX dan havolalar keladi, qanaqadir nimalarni sotib ol, biz shu joyda o'z pulim beraman. Shunaqa ko'p eshitganman uni kiberxavfsizlik bo'yicha. Adashmasam rasmiy saytlarda ham shunaqa e'lon qilingandi. O'sha havolani bizlar chek qiladigan, ya'ni o'sha rasmiy yoki norasmiyligini aniqlaydigan bitta xavfsiz degan proyekt qilgan edik. Havolani tekshiradi-ku. Havolalarni tekshiradi, da. Havolani qanday tekshiradi? Havola keladi. Uzun bankda yoki boshqa bir bankda tranzaksiyalarni API'lariga tekshirib ko'radi. If else bilan shunaqa oddiy. Agar to'g'ri kelsa, davom beradi. Agar yo'q bo'lsa, что failure bu avtomatik ichki ishlar bironta bir narsaga ulamoqchi edi bo'lgandek. Lekin biz endi kiberxavfsizlik unaqa narsa yo'q edi. Biz ancha bir 3 yil 4 yil oldin adashmasam, shuning uchun biz bu narsani biror bir ma'lumotlarini tekshirishga bera olmaganmiz. Ya'ni bu phishingchilar bo'ladi-ku, что scam qiladi deylik. Birovlarda shu SMS keladi deb havolaga kirish kerak-ku birinchi. Bank ma'lumotlarini kiritish uchun. Yo'q, siz tushundim. Davlat strukturasi bilan ulamagan edik. Shunga hozir как раз sizni ko'rib qolganim ham yaxshi bo'ldi-da, bizga plyus bo'ldi. Qaranglar, bunaqa struktura siz aytgan tizimga o'xshash tizim o'sha sun'iy intellekt tomonidan ishlab chiqarildi. O'sha check linkmi? O'sha Cyberbridge-da bor. Men aniq link esimda yo'q. Cyberbridge-ga ular ham xuddi shunday linkni tashlaysiz, u beradi sizga link
feykmi feyk emasmi shuni beradi. Shunaqa faqat linkda chek linkda qo'yilgan. Bizlar adashmasam o'shani ham veb saytimizga ham integratsiya qilmoqchi edik. Boyagi o'sha aytib o'tgan boshidagi saytimga. Keyin qandaydir qolib ketdi bu. Xo'p, bunaqa agar tashqi proyektlar bo'lsa, boshqa strukturaga bog'liq, misol banklarda xavfsizligiga oid bo'lsa, biz banklarda xavfsizligi bilan to'g'ridan-to'g'ri hamkorlik qilamiz. O'sha SBS bilan pryamoy hamkorligimiz bor. Boshliqlariga davay, mana bu shunaqa proyekt bor ekan deb, agar to'g'ridan-to'g'ri bizlarga kerak bo'lmasa ham, ularga taklif qilib, ularga o'tkazishga yordam qilishimiz mumkin. Ya'ni biz shuni xohlagandikki, havolani qayerdan jo'natilganini ko'rsatib, источник o'sha qaraydigan, topadigan joyini aniqlaydigan funksiya yozdik. Endi uni ko'rsatolmayman. O'sha orqali ichki ishlar bilan hamkorlikda ishlab, o'sha kim phishing havolani yasayotganini topsa bo'ladida. Bo'ldi. Bitta narsa aytaman, uzr. Dedik degan narsa bor, bilasanmi? Naski deydi, sokslar bor. U sen hozir serverga murojaat qilasan, Amerikadan bo'lib chiqadi. Amerikadagi serverdan ruxsat so'raysan, u 1 oydan keyin beramiz senga qayerda joylashtirib. O'zbekistonda hamma ham shunaqa ana emasda. Har xil. Endi uni ham 100% biz ayta olmaymiz. Uni ko'rsatsam, keyin o'shanda ko'rsatib bo'ladi. Ishda testda. Hozir hammasi quruq gap hozir bu yerda. Qarang, bizlar maxsus buyrug'imiz bor. O'sha avtomatlashtirish joyida siz o'sha narsani olib chiqsangiz bo'ladi. Maktab tomonidan ham bizlarga bitta proyekt kiritiluvdi, shu analiz qilish bo'yicha. Murod aka ko'rsatuvdilar, Murod aka o'zlari. Proyektni berib ko'rdik, finansiraniyasiga juda katta pul ketar ekan. Yerda 500 million dedilar, 500 ming dollar dedilar, shunday dedilar. Uni keyin unaqa finansiraniya endi ichki ishlarda qiyin olishingiz uchun, keyin sizda juda ham nima deydi, so'z chiqarib taylaydi. Bu полный сопровождениеga boyagi nima deydi, full сопровождениеga bo'lib qolasizda, tushundingiz? Siz bo'ldi, proyekt topshirdim deb o'ylamaysiz, unaqa narsa bo'lmaydi. Shuning uchun xavfsizlikka beruvdik, xavfsizlik ko'rib chiqdi. Keyin ular boshqa joylarda ham qidiradi, boshqa marketlarda ham qidiradi. O'sha marketlarda undan ancha arzon bo'lgan qozoqlarda proyekti chiqdi. Qozog'istonnikini sotib oldi. Xuddi shunday, agar siz ichki ishlar boshqarmaga taklif qiladigan proyektingiz bo'lsa, u finansiraniya masalasi o'sha Finoni o'zi ham talab qiladi, boshqa anovlar bilan nima deydi, konkurentning boshqalarini ham ko'rib chiqib, o'shandan ustuvor joylarni aytib o'tkazsak, o'tadi u proyekt. Shunaqa. Shunday. Tak. Bitta savolimiz bor sizga. Agar shunaqa keyslar bo'lgan bo'lsa, aytib bera olishingiz mumkin bo'lgan ikkita eng qiziqarli keys haqida aytib bera olasizmi? Va agar iloji bo'lsa, aloqa ma'lumotlaringiz bormi? Bolalar chunki juda qiziqishgan, yozib olgani, keyinchalik birgalikda aloqaga chiqqani. Bu bizlarda shu rasmiy saytlarimiz. Keyin boya aytdilar, mana shu bizlar Samsayba 102 botam ishlab chiqdi. O'sha отделda bitta xodimi qilgan ishi, bir oyda proyekt, shu proyektni qilyapti. Bu proyekt shu avtomatik bo'lgan APKlar tozalab turadigan. Bizda bot. Lekin hozir testiy rejimga o'tkazilgani uchun o'childi. Bu ikkita tashqi tepada turganlari shu bizlar xodimlar tomonidan yuriladi. Ulug'bek ismlari. Kiberxavfsizlik bo'limi, shu targ'ibot guruhiga yetakchi mutaxassis. Bizda ma'lumotlar. Keyin keyslarga qoladigan bo'lsak, keys xo'p, bir holat bo'luvdi, aytib beraman. Sanoat qurilish bankning bankomat bo'limi xodimi bor. Bankomat bo'limi xodimi bilan biz bola Tatuni bitiryapti. Ismini aytib o'tmayman. Tatuda Toshkentda, u Samarqandlik, Toshkentda o'qiykan. Kelyapti, shu odamni oldiga uchrashyapti, birga ishlashyapti, endi ochiq joyi. Birga ishlayapti-da, shu yaqinda mana may oylarida yo'nalishda 3 ta bankomatdan pul yechib ketishga o'rnayapti. Birinchi kun borib yechyapti, ключ podbor beryapti-da, keyin bundan
signalizatsiyasi bor, o'sha signalizatsiyani o'chirish metodlarini ko'rib olyapti, chunki bankomatga pul qo'yguncha bilasizlar, unga signalizatsiyani o'chirib, sentrdan o'chirib, bu yoqda сопровождениеda borib, o'sha qo'riqlashni bolalar bizga pulni qo'yib kelishadi. Shunday holat bo'lyapti, bola shunchalarni qilyapti-da, boyagi bank xodimini, plastik bo'lim bosh xodimini o'sha anonni o'chirishga majburlaydigan narsa tashlayapti-da. Keyin bir kunda o'zida qisqasi 3 ta bankomatda o'tib ketyapti. Bankomatda birinchida 500 million, ikkinchisida 300 million, uchinchisida 600 million pul bo'lgan. 1 milliard 100 qanchalik pul ishlatyapti, shuncha pulni olyapti, naqd pulni. Bankomatda o'ziga yana tiqyapti, plastik o'tkazyapti-da, ekspedga tiqib yuboryapti. Yo'q, qarang, 100 milliondan ortiq tranzaksiya deysiz, 24 ta kartochkasi bor odamni, o'zi bank xodimi bilan ishlayapti. Bank xodimi pul перечисление o'tkazyapti deyapti-da, naqd pulni qabul qildi deyapti. Ketdi, o'zi Anorbankka o'tkazyapti, Anorbankdan pulni yechyapti-da, pulni tagini yo'qotish uchun ekspedga tiqib yuboryapti. Ekspedga tiqib, bankomat bilan shunday kelishganki, banker yaqibi pulni ko'paytirgandan keyin o'sha joyiga qo'yish kerak, hech kim hech narsani bilmasligi kerak. Lekin boyagi bir o'ynab ko'rgandan keyin qimorda 3 million tiqyapti, u ketdi. Pul ketyapti, 80 million, 60 million пополнение qilyapti, hammasi ketyapti. Hammasi boya crosspay lambada deydi. To'lov tizimi orqali Oktobankdan chiqib ketyapti 20%. Davlat, ya'ni o'sha bank 1 milliard 100 million, 1 milliard 100 million shu zarar ko'rgan. Zararda qaysi qismi qaytarildi, qaysi qismi hozir endi odamning o'zi hozir shu yerda Evesda, ya'ni vaqtincha hibsxonada, saqlash hibsxonasida, bankida ham, aytishdik ham. O'sha boyagi Qashqadaryo kompyuter biladi deb. Demak, kompyuter tushunasiz. U ham o'zi drop bo'lib chiqdi-da, u odam. Kerak. Trading. Men hech qachon сторонник emas bunaqa Endi uni qilmaganligidan xabarim yo'q, lekin o'zi dropper bo'lgan. Qayerga bir nimalar o'qiysan-ku. O'sha sayting deyapsan? Bu narsa. Yo'q, bu. U odam sen ola ichida yur. Aytishlaricha perigonshik bo'lgan. Buncha pulni bu yoqdan o'tkazdim, bu yoqdan o'tkazdim, o'g'irlangan pulni perigon qilib beryapti. Dropper o'sha endi отмывание денег deydi, pulni yuvish deydi. Sizda dropper qilganday narsada. Endi aytishlaricha shunday, men uni u bilan uchrashmaganman, ko'rishmaganman, gaplashmaganman. Berib narx kerak. Bilan lekin bitta tomoni ham bor-da. Обратная сторона монеты. Они могут мои переписки потом зайти, прочитать и как бы на меня компромат найти. И это читерга сразу тюряга халуплadi. Bo'lmasam sayting. Endi keyin bu yoqda bir narsa bor. Bizlarda endi integratsiya qilindi. O'sha Rossiyadagi подозрительный operatsiya deydi. Mana Sberbankda ishlagan bo'lsangiz, birdan bloklanadi. Keyin 150 dan SMS keladi. Vash karta заблокирована, обратитесь в банк. Shunaqa. Strukturaga to'g'ridan-to'g'ri bo'ladi, to'g'ridan-to'g'ri kartani muzlatish anolari bor. Bizlarda endi shu narsa integratsiya qilinyapti. Ya'ni 2 yil o'tgandan keyin bu qonunchilikka o'zgartirish kiritish, boshqa talab qiladi, shuning uchun qiyin. Yo'q, уже asta-asta tugatsak bo'ladi. Agar savollari qolgan bo'lsa, ko'p ishtirokchilarimizda loyihalari bor. Hozir shu vaqtni ko'p olmaylik deb, sizda ham vaqtingizni ko'p olmaylik deb ularga. Agar savollari bo'lsa, boshqa ishtirokchilarimizda hozir nima qilib yuborsangizlar bo'ladi va asta-asta tarqasak ham bo'ladimi? Tak, bor ekan bitta. Вопрос задан, тебе полчаса заберутся. Сейчас на этом основаны эти, их не открытые. Bo'ladi, endi maktab sizlarni faqat universitet
bizlarni yo'nalishimizga Баду, пардон, tayyorlamaydi. скажи, давай, танцуй, Siz ichki ishlar прыгай, xodimi bo'lishingiz танцуй. не обязательно. Lekin внешштатni ham bor. 29 dan oshgan bo'lsangiz, aytganimda внешштатный сотрудник qilib oladi. Xo'p, siz proyektni работаga zo'rman desangiz, proyektlarni qilib bersangiz, пожалуйста, uni oyligi наоборот grafiki ham ochiq, oyligi ham o'zidan nima deydi, зависит от себя deydi, shunaqa. Kirish talablarini qisqacha aytganda, harbiy военный bilet 1 oylik bo'lsa ham, uni kelib suhbatdan o'tganingizdan keyin, mana suhbatdan o'tdingiz, siz nomzod deb bilindingiz, tanlandingiz, borib kelsangiz bo'ladi. Bizlarda shunday holatlar bo'ldi. Fuqaro kelyapti, murojaat qilib, men ichga kirmoqchiman deb suhbatdan o'tkazyapmiz. Haqiqatan ham talantli bola, yaxshi, zo'r. Qonun hamma parametrlar to'g'ri keladi. Bo'ldi, armiyaga borib kel. 1 oylikka o'zimiz yordam qilib, jo'natib, armiyaga kelgandan keyin ishga olinyapti. Ishga olinyapti. Xuddi shunday bitta fuqaro keldi, bola keldi, axborot xavfsizligi bitirgan, xavfsizlik bo'yicha zo'r bola. Savol javob qilyapmiz. Pentestni ham hamma narsani biladi. Osentni ham biladi. Misol Kalida ishlaydi. Kalin любой paketini aytyapsiz, ochib ishlab beryapti-da. Linuxda ham hammasini biladigan bola, yaxshi, faqat zreniyasi, ko'zi zreniyasi -3 ekan. -3 ikkalasi ham u medko'rikdan o'tkazyapmiz. Birinchi anonni medko'rikdan o'tolmayapti. Nima qilish kerak? Operatsiya qilsa bo'ladi. Vaqt bor operatsiyaga. Operatsiya qilib 6 oydan keyin kelyapti bola. 6 oydan keyin kelgandan keyin o'sha delasi boshlangan, o'sha tugatilgan va to'xtab turgan joydan davom ettirib ishga olinyapti. Ya'ni bu sizlarga ограничение emas, harbiy biletlaringiz bo'lmaganligi. Biletsiz ham bemalol topshirib o'zingiz urinib ko'rsangiz bo'ladi. Birinchi, keyin suhbat bo'ladi. Suhbatda keyin oliy ma'lumot ham kerak, adashmasam. Oliy ma'lumotingiz ham kerak, chunki joyimiz hammasi ofitserlik. Endi bizlar IT yo'nalishiga nima deydi, uklon bersak ham, baribir ham ichki ishlar tuzilmasi, strukturasi ichki ishlar vazirligi harbiylashtirilgan tuzilma hisoblanadi. Unda ofitserlar, serjantlar tarkibi bor. Kiberxavfsizlikda hammasi ofitserlar tarkibi. Ofitser bo'lishingiz uchun sizda shu oliy ma'lumotingiz bo'lishi kerak. IT yo'nalishida bo'lsa, unda ham yaxshi. Bizdesan, biron kishi teginmaydi senga. Hayt desan, hozir shu yerda turib tur deysan. Aytyapman-ku, diplomni ham olib beramiz. O'qi. Diplomingizni ham База. Это кролик. Меня трогает попугай deysan. borib topshiring, agar kerak bo'lsangiz, talkoy odam bo'lsangiz, oladi bemalol. Universitetdan keyingi talabimiz o'sha siz diplomingiz bor, harbiy biletingiz bor, suhbatdan o'tdingiz, suhbatdan keyin sizda endi boshqa tuzilmasiga o'tsangiz, suhbatdan o'tganingizdan keyin byuroga chiqaveradi, shu 3 oylikka o'qishga borib kelasiz. Lekin ichki ishlarga imенно kiberxavfsizlikka o'tsangiz, kiberxavfsizlik markazi bor, vazirlik tasarrufida, ularda ham suhbat qilinadi. Vazirlik suhbat qilib ruxsat bergandan keyin o'tsangiz bo'ladi o'sha. Shu 3 ta suhbat, 2 ta diplom, 2 ta bu, keyin o'qishga borib kelasiz. 3 oylik. Yo'q, armiya 3 oyda ichida emas, 3 oylik endi 45 kunlik ham qisqartirilganligi bor. Aytishliklarga bizlarga o'tkazyapti, 45 kunga xizmatga borib kelasiz. U lekin alohida. Boradi. Bo'lsa bo'lmasa harbiy xizmat, endi oylik harbiy xizmat sizni umumiy belgilaydi. Ichki ishlarga kelsa, o'sha akademiya balki oshish instituti deyiladi. Institut именно o'sha qonunchilik bilan, fuqarolar bilan ishlash, endi xizmat intizomi, xizmat talablari bor. Shularda yana maxsus vositalar bilan ishlash, elektroshoker, qurol hamma narsa bilan o'rgatadi qo'shimcha. Shuning uchun ular sertifikat bergandan keyin o'sha sertifikat bilan qaytib kelsangiz, o'shani bitirib sertifikat bilan qaytib kelsangiz, keyin sizni joyga tayinlashadi. Atak borib 45 kun yurib sertifikat olmay qaytib kelsangiz ham o'tmaydi. Shunaqa. Oxiri plyusda bo'lishimiz kerak-da. Shunaqa. Yana savollar bo'lsa, hamma
Так, qolgan savollarda hammani workzonaga taklif qilaman. Workzonada o'tirib, birgalikda Ildor aka bilan o'sha savollarni muhokama qilsangizlar bo'ladi. И приглашаю всех, у кого остались еще вопросы, пройти в workzonu, чтобы задать их, и уже можно из зала выбираться к workzone, чтобы в более спокойной обстановке поговорить и отвечать на вопросы. Hammaga rahmat. Rahmat hammaga. Rahmat.